Nega bu mashina otga o'xshab turibdi deb o'ylaysizlar? Chunki egasi ancha aqlli. Ishdan keyin motor tegi bilan podkrilniklarni yuvdirish kerakligini biladilar. Mana bunaqa zanglashlar nimadan bo'ladi? Qor, loy, muzlarni eritish uchun sepilgan reagentlardan yurganingizdan keyin mashinani tegi reagentlarga to'lib qoladi. U temirni nima qiladi? To'ppa-to'g'ri zanglatishni boshlaydi. Bunaqa bo'lmasligi uchun qishdan keyin обязательно ko'tarib motor tegi bilan podkrilniklarni yuvdirishingiz kerak. Loyiga tushishini qarang. O'zingiz ayting, 2 millionga arzimaydimi shu xizmat? Buning ichiga kuzov, motor, pastki qism, podkrilniklar, ходовой qismlari himchistkasi, plastik elementlar, rul, torpedka, bar, potolok, pol, hamma sidenyalarni yechgan holda himchistka, poliklar, bagaj, xullas mashinani nimasi bo'lsa, hamma narsasini himchistkasi. Shu bahona balon bilan diska orqalari ham yuviladi. Natijada baloningiz ham ko'proq xizmat qilib beradi. Mashinangiz ustida kamida 2 ta usta ishlaydi. Uni ustiga bitguncha jarayonni kameralarimizdan ko'rib turish imkonini beramiz. Mashinangiz olib ketgunizcha toza bo'lgan elementlarni yengidek qilib o'rab qo'yamiz. Siz rostdan ham yangi mashina olib ketgandek bo'lasiz. Nahotki arzimasa.